Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun xudo xolasa Samarqandning Qorasuv massivida joylashgan obyektimiz tugatdi. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerga qilingan ishlar do'stlar, biz bu yerga dekorativ panellar yopishtirib berdik. Polnisda ko'rishingiz mumkin. Bu tomon aylanasiga bu ikkita pergorodka, ustunlar do'stlar. Mana shu tomonlab polnisda taroqlarni yopishtirib berganmiz do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Burchaklarga do'stlar e'tibor beringlar, yepistik, ya'ni bu bambukovый panel do'stlar. Takoy formatda bo'ladi. Xo'sh, rekalarimizni ham yopishtirib berganmiz, zabardast, baquvvat deydi-yu. Shunaqadan do'stlar. Lyustralar uстановка qilingan do'stlar. Bugun xudo xolasa ochilish marosimi, bu yerda sotuv bo'limi bo'ladi. Klientlar uchun обязательно o'tiradigan, kutadigan joy. Ya'ni o'sha klient bilan kelgan paytda muloqot qilib, hamma narsani tushuntiradigan joylar bo'lyapti. Har bittasini ustiga esa lyustralar qo'yilgan do'stlar. Bu tomonda kuxonniy zona. Bu yerda endi hisob-kitob qiladigan joy. Bu tomonda qanaqadir klientlar, ya'ni xodimlar xonasi bo'lishi kerak, по-моему, shunaqa qilib berilgan. O'rtada esa quriladigan domni yoki bo'lmasa kvartiralarda maketda joylashgan bo'ladi do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Sizlar bilan Usta Shahzod.